1 million 900 ming so'mga bizdan boshqa hech kim bunaqa model chiqarib bera olmaydi. Bu assalomu alaykum qadrdonlar. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydigan hoji akalar qayda? Bu kommentariyalarga yozmayapti. Aloqaga chiqib bitta ishlar zakaz qilib yuborsanglar, xudo xolasa yangi yil modellarimizni sizlarga taqdim etamiz. Modelni hoji aka bitta ko'rasiz, klassika model uylaringizga remont qilgan bo'lsangiz, ushbu modellarimiz xudo xolasa o'ta go'zal holatda tushadi. Bitta bo'ladi, zo'ri bo'ladi xudo xolasa. Inshaalloh bizda faqat videolarda gapirilmaydi, amaliyotda ham bitta tekshirib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. 500 ming so'm zakolat tashlab berasiz, qolganini uyga borib o'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab 150 kilometrga doir dastavka ustanovkalari bilan besplatniy qilib bergan holatda ushbu modellarimizni ko'rishingiz mumkin. O'ta skromniy ishlangan, oshiqcha bachkanaligi yo'q, krashinli MDF ishlangan, oldi fasadlari 100% krashinli MDF. Bosh tomonlari nima deyapti hoji aka buni? Uyingizga olib kirib qo'yganda tungi chiroqlaringizdan umuman foyda bermaydi. O'zining chiroqlari bilan o'ta go'zal holatda. Qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Hoji aka videoni oxirigacha kuzatib boring. Narxi ham xudo xolasa magazin narxidan ham ko'ra arzon bo'ladi xudo xolasa. Shkafimiz uzunligi 245 sm, balandligi 205 sm. Shkaflarimiz 3 ga bo'linadi. Tagidagi alohida poddomni ham отдельный bo'linadi. O'rtalarini ko'rsangiz profil aynan qo'yib qo'yganmiz. Hoji aka ishlarini ham ko'rsangiz mana kiyimlaringiz ham bogatый ko'rinib, xudo xolasa akkuratni tushadi. Tagiga ham mana ichki kiyimlar uchun jihozlab qo'yganmiz. Tortmalarga dog'ram mavjud. Jenskiy murskoy tomonlarimiz uchun mana ikki tarafi bir xil ishlangan. Ichlariga polkalarni qo'yganmiz, kalta kiyimlar uchun hamda dazmollangan shimlarimiz uchun, ro'mollarimiz uchun ham, ayollar tarafga ham hamda murskoy taraflari ham bir xil ishlangan. Xudo xolasa 5 tali oshya-moshalari bilan. Hoji aka bu videoda oxiriga doğru ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolasa bitta bosib olmasangiz bo'lmaydi. Keyin ham xudo xolasa olgandan keyin bitta kompot bo'ladigan mebel mashi bo'ladi xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, narxini oldindan aytib o'tamiz. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy 150 kilometrga doir 11 million 900 ming so'mdan ushbu komplekt xarid qilishingiz mumkin. Razmerlarga keladigan bo'lsak, tumbadan tumishga doir 295 sm joyda egallaydi. Uzunligi matrasimiz 220, eniga 170 sm. Alohida so'falariga ham dit bilan mehr berilgan hoji aka, buni e'tibor qilib qo'yasiz xudo xolasa. Ushbu sifatli mebelimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu podsvetkalarni ham ko'radigan bo'lsangiz, agarda menga narxini arzonroq qilib bering, shunaqa podsvetkalari kerak emas menga anaqasi deydigan bo'lsangiz, yana 500 ming so'm chegirma bo'ladi. 11 million 400 ming so'mga sizga ushbu modelimizni dastavka ustanovkalari bilan chiqarib beramiz 150 kilometrga doir.